Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taolo bir bandaga bergan umrni nihoyasiga yetkazib dunyodan o'tgan onamizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Qilgan yaxshiliklarini hamroh qilgan bo'lsin. Hammani onasi muqaddas hisoblanadi. Men onamni maqtamayman. Men onam bilan faxrlanaman. Bizni qishloq ahli juda yaxshi biladi. Onamning sabrini, onamning iffatini, onamning halolligini, muxtasar holda o'lim kasalida yotibdilar. Ko'rgani kelgan odamlarni bo'sh qaytarmayapsizlarmi? Tovoq ko'tarib yerda bir narsa berib yuboringlar deyaptilar. Men onamni maqtamayman. Men onam bilan faxrlanaman. Oldinda yapıları bo'lsa, kimnidir haqqi bor, xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy bo'lsin, kelishsa biz haqlarni ado qilamiz. Bu dunyo yolg'onchi dunyo, rost dunyoga ketdilar. Bu dunyo xiyonatkor dunyo, fidokor, vafodor dunyoga ketdilar. Biz yolg'on dunyoda hali turibmiz, imtihon hali bizni boshimizda. Bizni boshimizga tushgan musibat bizni imtihonimiz. Bunga munosabat sizni imtihoningiz. Alloh taolo bu imtihondan iymon salomat holda o'tib olishimizni nasib qilsin. Dunyoda qilgan ibodatimizga suyanish yo'q, Allohning rahmatiga suyanamiz. Dunyoda o'zimizni fazlimizga suyanish yo'q, Allohning fazliga suyanamiz. Alloh qodir zot. Hidoyatga ham solib qo'yadi. Iymonda hayot kechirib, iymonda o'tishimizga ham qodir.